Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. 2026-yilda konteynerdan yasalgan ko'chma uylar, ofislar, magazinlar qanchadan bo'layotgan obunachilarim uchun qadrdonlar eng arzon joyini topib qo'ydi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda 6 metrlik, 12 metrlik, hattoki siz zakaz bersangiz, yangi metal konstruksiyalarni ham yasab berishaveradi ekan. Nimaga arzon deganlarga qadrdonlar? Chunki biz konteynerda bazasida turibmiz. Akalarimiz shuna konteynerda olishar ekan, siz aytgan ko'rinishda chiroyli qilib tayyorlab berishaveradi ekan. Manzilimiz Toshkent, Sergeli, Xonoboddan bo'lyapti. Dastavkalar esa butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishadi. Bittadan laykni bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, biz esa hozir har bittasini alohida narxlarni yoritib berishni boshladik. Qani bo'lmasa, ustagamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Xudo xolasa keyingi zakazlar ham har xil xitoylab bersa, egasi nima dedi? Zakazga qarab turib, ustaga. Zakazlarga qarab tayyorlab beraveramiz. Bunimiz qayerga ketyapti, ustaga? Bunimiz shu Toshkentda o'ziga zakaz bo'lgan 3 qahramonga. 3 qahramonga перечислениyaga olib qilamiz. Ha, bu yerda xohlasin naqd pulga, xohlasin перечислениyaga ham ishlanaveradi. Перечислениyaga ham ishlanaveradi. Perechислениyaga arzonroqqa chiqadi. Ha, dashu undan ham arzonroqqa chiqadi. Arzonroqqa chiqadi naqd pulga bo'lgandan ko'ra. Zo'r. Bu nimaga olishyapti endi ustaga buni? Bu yotoqxona ishchilarimizga. Yotoqxonaga. Yotoqxona karavotlarini ham kelishilgan holda arzonlashtirib, ko'chani narxidan arzonlashtirib qo'yib beramiz. Ha, karavatigacha, mebeligacha, bu yoq o'sha sanuzel, oshxona mebeligacha qo'yib beraverasiz, ustaga. Hammasini qo'yib beramiz. Tushunarli. Tagiga linoleum tashlangan ekan, ustaga. Linoleum tashlangan. Elektromontajda qilingan. Dekor plus, utublit qilingan. Utupleniya qilingan. Patologlari 2 qavat utupleniya qilingan. Ha, patolog 2 qavat, devorchi. Devorlar 1 qavat mineralniy vata bilan utupleniya qilingan. Mineralniy vata bilan, xolasi pinoplast emas. Ha, pinoplast. Xolasi 2 qavat ham qilib beraverasiz, ustaga. Ha, xolasi 2 qavat ham qilib beraveramiz. Eshik romlar temirdan qo'yilgan ekan, eshigi, romlar plastdan qo'yilgan ekan. Kraska ham chachib bersa, chiroyli qilib, ha? Ha, kraskalari yaxshi kraskadan sepilgan. Qanchaga bitirib beryapsiz? Xuddi shunimizni $2900 ga bitirib beramiz. Bizdan olgani uchun karavotlarni ham ko'chani narxidan arzon qilib beramiz. Har bitta karavatimizga 100 ming so'mdan chegirma qilib beramiz. Yo'q, qoyil. Ko'chada qimmatroq 100 ming so'mga qimmat oladi. Faqat sizda komplekt olyap turgan uchun arzon qilib beramiz. Tushundingizmi aka? $2900. Perechислениyaga $2900 ga bitkazib beramiz. Ha, naqd pul bo'lsa-chi? Naqd pul bo'lsa, materialdan urib qolmasdan yaxshi knaf mineralniy vatalar qo'yib $3000 ga bitkazib beramiz. $3000 ga. Ha, tushunarli. Значит, $2900 dan boshlanar ekan. Naqd pul perechисление hammasiga akalarimiz ya'ni kelishilar ekan, chiroyli qilib kraska ham qilib berishar ekan. Xo'sh, keyingisi ustaga bunimizchi? Bunimiz Surxondaryoga ketyapti. Bu Surxondaryoga. Tashqariga svitlargacha qo'yib beribsiz ustaga? Ha, svitlargacha qo'yilgan eshiklarga e'tibor berib qo'yasizlar. Profildan mahkamlangan plast qo'yilgan. Eshiklar yaxshi eshiklar qo'yilgan. Temir eshikmi? Temir eshik. Temir qalin eshik ekanda. Yo'q, qoyil, glazovgacha bor ekan. Zo'r. Ichkarilari polni utuplit qilingan, ustaga? Polni utuplit qilingan. Bular 2 qavat utupleniya bilan. Ha, 2 qavat qilib berilgan. Zakaz. Zakazdan chiqadi. Bular prorablarga yasaladi bular. Mana dushlari havo issiq paytda cho'milib ishtiqlaveradi. Xolasa yoniga o'sha sanuzel, panuzel, oshxona mebel, yotoqxona hammasiga qilib berilaveradi, ustaga. Shunday. Tushunarli. Xo'sh, bunimiz zakazga qilyapsiz ekan aka, qancha nima qilib beryapsiz buni? Bunimiz $2200 ga chiqyapti, xuddi shu holat. Shu holat, ya'ni mana shunaqangi dushi bilan birga. Dushlari bilan oynalari standart emas, kattaroq oynalar qo'yilib, eshiklari yaxshi eshiklar qo'yilib, $2200 ga tayyorlab beramiz. Aristo vodonagrevatini nima berasiz? Suv isitadi o'zi, mana bu smesитель o'zi. Ha, e'tibor bermayapman. Smesitel'da o'zi isitib chiqarib beradi. $2200 Surxondaryo dedingizmi? Surxondaryoga chiqarib yuboramiz. Surxondaryoga. Mana eshiklarni ham ko'ryapsizlar. Вообще zo'ridan qo'yish. Xuddi yana bitta shunday zakazimiz bor. Bunimiz o'zi Toshkentga. Ha, xuddi shunga o'xshagan shekillar, ustaga. Xuddi bir xil ikkalasi, faqat eshiklarida farqi bor ekan. Derazalarida farqi bor. Derazalarida svitelniklari bor ekan. Qani bitta ochib ko'rsatamiz. Hammasiga temir eshik qo'yiladi ekan-da, ustaga. Hammasiga yaxshi eshik qo'yiladi. Temir eshik. Bunga ham bunimiz ham xuddi shunday dushlar qilingan. Sho'y kabinasi bor ekan. Svitelni hamma yo'g'i shuni olib boradi, ishlataveradi. Buni ham narxi bir xilmi ustaga? Narxi bir xil ikkalasi. $2200, ha? $2200 ga chiqaryapmiz bu ishni. $2200. Mana shuni olib borib montaj qilinsa, o'sha televizorlarni, konditsionerlarni hamma elektromontajlari bo'lgan, utuplit 2 qavat bo'lgan, dekor plastda nima deydi? Qoplangan ham ustaga, shundaymi? $2200. Dastavkalar qanaqa bo'lyapti ustaga? Dastavkalarda o'zimiz dispetcherlar bilan gaplashib, arzonga gaplashib beramiz mashinalar. Arzon shofyorlar bilan viloyatga borsang, dispetcherlar bor, ishlaydi. Tushunarli. Arzon narxlarda akalarimiz mana bu tomonda yana tayyorlanyapti. Ularni ham ko'rsatamiz. Chiroyli qilib yetkazdirib berishar ekan. Xo'sh, ustaga bularimiz qayerga nima qilinyapti bular? Bu zakazimiz ham xuddi shu Toshkentga yasalgan. Bu ham ichiga hozir karavotlarni solsak. Bitta ko'raylik. Ha, bir kishi ikkita zakaz berdimi? Bir kishi 3 ta zakaz bergan. 3 ta zakaz berdi. Hali 2900 ligidan, ha?
Ha. Перечислениyaga. Shundaymi aka? Ha. Asosan ko'proq prorablar qayerdadir qurilish qilsa, uy qursa, qanaqadir Ha, remont bizga qilsa shunaqa beradi. olishadi, ustaga. Shunday qiladi. Ishchilarga yotoqxona oladi. Yotoqxona, bu yoq o'sha yechinish xonasi yo'q. Ya'ni xohlaganingizdek qilib berishaveradi akalarimiz. Chunki akalarimiz nima deydi? Zakazga tayyorlashadi asosan. Sotuvda ham bo'ladi bitta ikkita. Xo'sh, aloqaga chiqaverasizlar. Naqd pul, перечислениyaga naborot yana ham $100 arzonlashtirib qo'yibsiz. $100 arzonlashtirib qo'yganman. O'zi odatda naborot bo'ladi. Перечислениyaga chiqib turadi. Ha, shunaqa. Lekin sizda naborot, ha? Shundaymi Sizda aka? naborot. Ha, ha. Bunimiz-chi, mana bunimiz. Bunimiz Qoraqalpog'istonga yasalgan bu. Ha. Xudo xolasa joyi tayyor bo'lmagan. Hozir joyini Aha. tayyorlab bo'lsa, bunimizni Bu ofis shekilli aka. Bunimiz sotuv ofisi. Sotuv ofisi. Mana ko'ryapsizlar, bir xil rangda. Hattoki mana qirg'oqlarga eshik romni ushlash uchun alohida bo'rttirib profilda 8 chiqarilgan ga to'rtlik ekan. profillar ishlatib Aha. ishlatganmiz. Ya'ni list o'ziga qatirib qo'yilmagan. Yo'q. Alohida yo'q. chiqarilgan. Alohida Baquvvat, chiqarilib, svarka qilinib qilingan. Tepalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bular ham shapkalardan profillardan boshlab. bo'lgan hammasi tepalar. Svetilniklar qo'yib, bitta ichkarisini ko'rsataylik, maylimi? Ochiqmi chiqib? Voy. Bunisidan kiring, unisi. Ha, narsadan kirgan. shunga. Bu tomon qulfli ekan. Mana bu tomondan kirib ko'rsatamiz. Mana eshiklarga e'tibor berib qo'yasizlar. Alyumin profildan yasalgan. Juda ham baquvvat. Xo'sh, bunimiz necha qavat utublik qilingan, usta aka? Bunimiz ham 2 qavat utukleniya qilingan, MDF dekor qo'yilgan bunga. Ha, plastmas. Bu plastik emas, o'zidan hid ajratmaydi bu. Ha, hidi yo'q. Dekor plastik o'zini hidi bo'ladi, bunda hid yo'q. Ha, ha. Xolos. Bu eshikmi yo oynami bu? Oyna bu. Oynaga Xonani ekan, shamollar tushishi oyna. Oynaga mana havo almashtirish uchun juda ham zo'r oynalar qo'yib qo'ydim. O'rtasini bo'lingan ekan, bitta ko'rib qo'yamiz. Tashqari alyumin, o'rtasi esa mana MDF sanuzeligacha ekan, ustaga. Sanuzillari bor, ha. Ariston yo'l berasizlarmi? Ariston ham beramiz. Ariston mana bu tomonda dush, rakovina hammasidan bor. Bu tomon katta oynakli ekanda, ustaga. Ha, bu tomonda o'zi klientlarni kutib oladigan joy. Ha, ha. Buni qanchaga tayyorlab beryapsizlar? Buni $6000 ga tayyorlab berdik. $6000. Ya'ni Ha. zakazga qarab tayyorlab Zakazga qarab narx qo'shilaveradi. Bundagi rozetka, включательlar hammasi Panasonic yaxshisidan qo'yilgan. Ertaga bular erib ketib, yonib ketib, har xil tushunarli. muammolar chiqmaydi. Bularda svetelniklarigacha yaxshi svetelniklar qo'yilgan Ha, bular. ha, ha, ha. Ya'ni klient xoshiga qarab turib tayyorlab beryapsizlar. Shundaymi ustaga? Tushunarli. Qancha dedik narxim? 4000? 6000 bunisi. Ha, $6000. Ha, ha. Bundan tashqari ustaga masalan, haligi dachalar uchun kapsulalar juda ham moda bo'lib ketdi-yu. Ha, ha. O'sha kapsula deydimi yoki sendvich paneldan ham tayyorlab beraverasizlar, ha? Sendvich paneldan ham tayyorlab beraveramiz. 3 metrga 4 metrlik, 4 metrga masalan 7 metrlik har xilini tayyorlaymiz. Tayyorlab beramiz. O'sha Xudo xolasa boshlabsizlar, yaqin kunlarda boshladik, ha. Xudo xolasa Yaqin kunlarda o'zi Aha. Keyingi videomizda Tayyorlab yangilik qilinadi. Shundaymi ustaga? shunday. Keyingi videomizda xudo xolasa yangilik bo'ladi. Mana bu yerga o'sha sendvich paneldan akalarimiz uy qurishyapti. Xo'sh, agar shunaqangi ofis qilib bersangiz qanchalikdan? Shunaqa ofisimiz 3200 ga chiqarib beramiz. 3200 ga oldi oynaklar, panorama oynaklar. Chiroyli tayyorlab berishar ekan. Xo'sh, bolgarka to'xtatdik, xudo xolasa rahmat ustagamizga. Bu tomonda aka nimalar qurilyapti endi? Bu yoqda biza kichkina do'konlar har xil, Aha. har xil qorovulxonalar, Aha. shularni yo'lga qo'yganmiz. Dushoy kabinalar, Dushoy kabina har xil. hojatxonalar, ha? Nimaga hojat bo'lsa odamlardan so'rasa qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Ya'ni razmerda etib material 2,5 ga 4,5lik metal konstruksiya mana bu. Aha. Ichlari hozir utukleniya bo'ladi buni. Dekor plast bilan yopiladi hamma joy. Ha. Bu nima qayerga bu? Kim zakaz berdi? Bunimiz tog'ga ketyapti. Tog'ga qorovulxona qilmoqchi bo'ldik. Ha, qorovulxonaga-da. Shunga konteyner masalan ularga uzunligi to'g'ri kelmagan. Aha. Joyiga mana shunaqa to'g'ri kelgani uchun Ha. shu razmerda yasab beramiz. Значит, konteynerlar standart bo'ladi-da, 6 metr, 12 metr bo'ladi. Konteynerlar standart bo'ladi. Lekin yangidan xohlagan razmerda yasab beraverasiz. Ha, buni xohlagan razmerda yasab beramiz. Xohlagan razmerlarda yasab berish. Bu yerda yana bitta zakaz shekillar ustaga Ha, boshqacharoq. bu 2,5 ga 2,5, bu ham qorovulxona, bular o'sha alikabonni yopilib qilinadi bular. Ha, alkafonda apshka qilinadi. Hali ko'rinadigan joygami? Shunday, ha, bu ko'rinadigan shaharlarda ichiga qilinadi. Magazin, avtomobillarga, parkovkalarga. Mana 1,5 ham bor. Ha, ye qoyil mana. 1,5 ga 1,5. 1,5. Bunda faqat o'tiradi shekillar, Ha, bu qorovullar. qorovulxona o'tiradigan joy faqat. Ochaverasizmi? Apshka qilinganmi yo endi qilinadimi? Endi afsuska qilinadi. Fonni 100% alkafondan qilinyapti bu. Ha, bu 100% alikabon bo'ladi. Ha. Tashqi ko'rinish. Asosiy tashqari tomoni qoldi, ichkari tomonda ishlari qoldi. Ya'ni utublik qilib, apshka qilib bersa, bu ham qorovulxona ham tayyor bo'ladi ekan. Buni endi kelishilgan narxda qilinadimi ustaka? Bular kelishilgan narxda chiqadi. Manmanchilarimiz 1,5 ga 1,5larimiz 1600 atrofida chiqadi bular. 1600. 1600 atrofida. Chunki bu bunimizni tashqi fasadi yapon, bunimizniki tunuka bo'lgani uchun Ustaka 1 minut. Aha. buni narxi arzonroq chiqadi. Ha, bu arzonroq chiqadi. Ha. Ha, ha.
Tushunarli. Xo'sh, mana bunisi usta aka, bu ham bir xil shekillar bu. Bir xil ikkalasi, bir xil bitta joyga zakaz bo'lgan, bitta shuning uchun joyga bir xil ikkita qilib bir xil chiqaramiz. zakaz. Mana Bu bularimiz 2 metrga 2 metrlik qorovulxonalar, bular arzonchiroq variantda 1300 atrofida chiqadi bular. 1300, lekin utublit qilinadi, usta aka. Ha, utublit qilinib, Tashqari konditsionerga profilasidan- joylab tashlanadi. Aha. Ichkari dekor plus, ha? Ichkarilari dekor plus bo'ladi. Ha, tushunarli. Bundan tashqari o'sha aytganimizdek, sendwich paneldan ham qilib beraverasiz, usta aka, uylarni, Ha, sendwich paneldan ham qilib beraveramiz, xudo xolasa. kapsulalarni. Yaqinda yangilik boshlaymiz. Ha. Ya'ni taklanadigan kravatdan bosyap turuvlar, endi bitib qolar ekan, xudo xolasa. Tushunarli. Xo'sh, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Sergeli, Toshkent Sergeli Xonoboddan bo'lyapti. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Shunaqangi konteynerdan yoki yangi temirdan shunaqangi ko'chma uylar, ofislar, magazinlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.